Bu jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlariga ramziy start. Shaharlararo masofalarni Zoom orqali birlashtirgan 13 ta hududiy va 12 ta Toshkentdagi oliy ta'lim muassasalari shu jarayonning guvohi. Jismoniy tayyorgarlik sinovlarini qabul qilish me'yorlari. Bu me'yorlarni aholiga belgilangan. Har bitta yosh bugungi kunda o'zini jismoniy tayyorgarlik holatini aniqlash, jismoniy tayyorgarlik darajasini belgilash maqsadida mana shu sinovlarni topshiryapti. Bundan maqsad esa yoshlarni jismonan chiniqtirish, ularni faollikka oshirish va o'zaro yagona maqsad sari birlashtirishdan iborat. Turli standartlar bo'yicha yugurish, 30 soniyada kim gavdasini ko'proq ko'tara oladi yoki arg'amchida qancha sakraydi, basketbol to'pi 3 metrdan savatga uchadimi? Bu sinovlar endi reytinglar emas, jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlarining mezoniga aylanmoqda. Ammo bu faqat boshlanishi. Talabalar ligasi, oliy ta'lim kubogi, rektor kubogi, universiada, 5 tashabbus olimpiadasi. Siz hali bu nomlarni yod olishingizga to'g'ri keladi, chunki ular ertangi sport qahramonlarining manziliga aylanmoqda. Qiziquvchilar talaygina, ular ishtirok etadigan sport turlari ham xilma-xil. Bu sport musobaqalarida men yugurish sport musobaqasi bo'yicha qatnashmoqchiman. Asosan o'zi badminton sport turi bilan shug'ullanaman. Badminton sport turi butun tana ishlagani uchun, bunda oyoqlar ham yaxshi ishlagani uchun yugurish sport turi bo'yicha o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Atmosfera yo'qotdi. Bu musobaqada ham voleybol sport turidan qatnashmoqchimiz o'zimiz guruhimiz bilan va xudo xohlasa birinchi o'rin olamiz. Birinchi kurslarga grant ijtimoiy faollik bo'ladi-yu, o'sha ijtimoiy faollikka plyus bo'ladi. Grantga o'tishingiz mumkin. Joriy yil yakuniga qadar talabalar o'rtasida ommaviy sport qamrovi 50% ga yetkazilishi maqsad qilingan. Bu raqam emas, balki harakat va bu yo'nalishda nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki irodaning chiniqishi, do'stlikning mustahkamlanishi va yangi yetakchilarning paydo bo'lishi bor. Albatta bu sinovlarni topshirgandan keyin har bitta yosh o'zini xohishi, o'zini istagiga qarab ma'lum bir sport turini tanlaydi. Aminmanki, jismoniy tayyorgarlik sinovlaridan keyin maxsus sport turlari bilan shug'ullanishdan keyin albatta 50% ni qamrab olishga erishiladi. Hozir chizilayotgan start chizig'i bir umr esda qoladigan finishlar sari boshlanish nuqtasi bo'ladi. Talabalar festivali esa bunga ochiq maydon va imkoniyat yaratib bermoqda. Arslon Umarov, Abdurahmon Zaripov, Nodir Rustamov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.